Kapotni hozir legirovka qilishdi, ko'rsatib o'tamiz. Mana krilodan kapot tushib ketgan burchaklari. Ikki tomon, bu tomon kamroq, lekin u tomonda ko'proq tushish. Ham ochganda taqillab ketyapti. Bitta ochasiz. Mana shu o'qini ozroq uzaytiramiz. Uch to'rt rezva uzaytiramiz. Kep qo'ydi. Mana u tomoni, bunisi tomoni ham mana kep qo'ydi. Endi bitta ochilib yopilishini ko'ramiz. Ozroq bor hali o'qida. Mana. Yana ozgina uzaytirsak bo'ladi. Mana böyle qisilla moylab qo'yamiz, o'zi artib moylab qo'yamiz. Yumshoqroq ushlaydi keyin. Zamoklarni artib tozalab yog'lab oldik. Mana o'qlari ham yog'langan. Hozir bitta yopilib ochilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Nagruzka yo'q, mana ochilib yopilishlari. Mana krilo bilan bir chiziq qilib qo'yildi.